Savchenko masalalar kitobining 1-2-12 masalasi. Bola pufak shishirmoqda. Demak, mana bu pufakni shishirmoqda. Pufak radiusi 10 sm ga yetganda uning kattalashish tezligi 1 mm taqsim sekundga teng bo'ldi. Bola pufakka sekundiga qanday hajmdagi havoni puflamoqda? Men o'ylaymanki, bu savol yoki tarjimasida xatolik bor yoki xullas xatolik bor deb o'ylayman. Nima uchun? Chunki mana bu pufak shishirilish davomida uning shishirilish tezligi o'zgaradi. Ya'ni tekis shishirilmaydi bu. Savolda ham tekis shishiriladi degan joy yo'q. Ya'ni aynan radiusi 10 sm ga yetganda uning shishirilish tezligi mana shunga teng bo'lgan. Shu momentda. Endi o'sha bola 1 sekundda qancha puflashi, to'g'rimi? 1 sekundda qancha puflashini topishimiz uchun biz 1 sekundda bu qancha shishini topishimiz kerak bo'lib qoladi-da. Uni biz topa olmaymiz. Nima uchun? Chunki uni bizga shishirilish tezligining o'zgarish qonuniyati yo'q-da. 1 sekunddan keyin u tezligi nimaga teng bo'ladi? Uni biz bilamizmi? Bilmaymiz. Ammo biz hozir bundan nimani topa olamiz? Biz bundan delta va taqsim delta tini emas, d va taqsim d tini, ya'ni delta va taqsim delta desak ham bo'ladi, lekin aynan 1 sekunddagini emas-da. D va taqsim dt, ya'ni juda kichik vaqtdagini topishimiz mumkin bo'ladi. Nima uchun? Chunki juda kichik vaqtda bu tezlik o'zgarmagan deb qarashimiz mumkin-da, juda kichik vaqtda. Shuning uchun 1 sekunddagi emas, vaqt birligidagi kiradigan havoni topamiz desak bo'ladi. Vaqt birligida, juda kichik vaqtdagini topa olamiz. Bu yerda delta v, ya'ni dv, dv juda kichkina vaqt, juda kichkina hajm degani, dv degani mana shuning hajmini topamiz. Ya'ni nima bu? Mana bu sharning dastlabki hajmi, biroz havo kirgandan keyingi hajmi esa bu. O'sha kichkina oraliqdagi hajm, demak dv bo'ladi. Uni qanday topamiz desak, u ya'ni v teng s kara delta l. S bu yerda 4πr kvadrat ko'paygan v kara dt bo'ladi. V dt bu delta x. Delta x. 4πr nima uchun bunaqa bo'lyapti desa, chunki e'tibor qaratamiz mana. Juda mana bu nima desam ekan? Sharning sirt yuzi, shar yoki sferaning sirt yuzining formulasi 4πr kvadrat-ku, to'g'rimi? O'sha 4πr kvadrat yuza qanaqadir ko'tarildi. Juda katta ko'tarilmadi-da, juda kichkina qalinlikka ko'tarilganligi uchun yuzani, ya'ni 4πr kvadrat yuzani balandlikka ko'paytirib qo'ysak, shu hajmga teng bo'laveradi. Juda kichkina vaqtlarda, juda kichkina vaqt davomida. Shuning uchun s ko'paygan balandlik, ko'tarilgan balandlik deb olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda shunchaki d va taqsim dt, mana d va taqsim dt teng bo'ladi 4πr kvadrat ko'paygan v ga. Ya'ni e'tibor qaratamiz, tezligi v ga teng bo'lgan momentda o'sha moment uchun bu d va taqsim dt shunga teng. Birozdan keyin bunga teng bo'lib qolmaydi bu. Birozdan keyin bu o'zgaradi bu. Chunki birozdan keyin tezlik o'zgaradi-da. Shuning uchun butun 1 sekund uchun deyish bu xatolik bo'ladi bu. Ammo juda kichik vaqtda, ya'ni o'sha momentda havoning vaqt birligidagi kirishi. Vaqt birligida qancha hajm kiradi o'sha? 1 sekundda emas. 1 sekund deyish o'ta ketgan xato deb o'ylayman. Demak, bu 4 ko'paygan 3.4 ko'paygan r kvadrat. 10 sm, ya'ni 0.1 ning kvadrati 0.01 ko'paygan v, ya'ni 1 mm taqsim sekund, bu ham 0.001. Demak, mana shuni ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, bizning javobimiz kelib chiqadi. Keyin 1-2-12 dan keyin 1-2-13. 1-2-13 masalamiz, demak, nisbatan soddaroq masala ekan. Xullas, kema, kosmik kema 3600 sekund, ya'ni 1 soatda tezligini shunchaga oshiribdi v ga, ya'ni delta v ga oshiribdi. Tezlanishni topib qo'yishimiz kerak, oddiygina a teng delta va taqsim delta t
1 millionni, ya'ni metr taqsim sekund o'tkazdikda, 1 million metr taqsim sekundni bo'lamiz 3600 sekundga. Shunda 277 metr taqsim sekund kelib chiqar ekan. Mana shunaqa. 377 metr taqsim sekund kvadrat kelib chiqar ekan. Endi o'sha tezlanishni yerdagi erkin tushish tezlanishiga nisbatini toping deyapti. Bu nisbat, ya'ni 277 ni bo'lamiz 9,81 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 28 mi, 18 mi? 28 ga teng bo'lar edi taxminan. 28 ga. Bo'lib qo'yish muammo emas deb o'ylaymiz hammaga. Hammaga rahmat.